Assalomu alaykum. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston. Rossiya, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Samarqand tomonlarga O'zbekistonda Voha tomonga qarab yuryapmiz avtobuslarimiz. Narxi 5000 rubldan. Eng qiziqarli joyi, kimi dokumentida muammosi bo'lsa, registratsiyasi prasrochniy bo'lsa, qizil pasportini yo'qotib, ko'k pasportda qolgan bo'lsa, dokumentida muammosi bo'lsa ham olib ketamiz akalar. Mana mashinamiz ichki salonlari mana komfortabilniy. Pullaring yo'q, qiynalib, umuman pullaring yo'q bo'lsa besplatni olib ketamiz akalar. Pullaring yo'q, Rossiyada aldanib, qiynalib yurgan bo'lsalaring, pulini O'zbekistonga borib berishlaring ham mumkin. Haqiqatan ham qiynalgan odamlar bo'lsa, aldanib, pulsiz, joysiz qolgan odamlar bo'lsa, O'zbekistonga olib ketamiz besplatni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmanglar, like, podpiskani esdan chiqarmanglar akalar.